Assalomu alaykum. Meni ismim Ismoil. Men 15 yoshdaman. Qancha paytdan beri bizga kelasiz? 1 yilcha qoldi. O'tgan 1 yildan beri eng sizga yoqqan modul qaysi biri bo'ldi? Modul hozir bizga o'tayotgan modul bo'ldi. ChatGPT'ga yozasiz, yozganingizdan keyin chiqazib beradi. Chiqazib bergan narsangizni o'sha ichida to'g'rilash. Bir xil mashina to'g'risida yaratadi. Bir xil turizm, men esa o'zim planeta to'g'risida. Kosmos to'g'risida qolman. Mana shu kosmos to'g'risida yaratib bergan gapirdim. Keyin u yoq ichida yana darobozga qildim men. Uni tam rang qo'shib, planetani ustiga bossana qilib, doskaga chiqtirib, gapirib berish, yaratgan to'g'risida. O'rtamda birinchi bo'lish shu programma yaratish bo'yicha. To'g'risi niyatim Dubayga ketmoqchiman-da. Dubayda o'sha yerda polnisiyani o'qiyman. IT to'g'risida. O'qigandan keyin esa ishlayman o'sha yerda o'zida. Hozircha eng yoqayotgan mana shu bo'pti. Bemalol kelursan, qo'rqmasan. Qo'rqmasa turib, nafar gapirib bera oladi. Boshlaganingizda qiyin bo'lganmi yoki oson ketgan? Boshida esa oson ketgan. Qiynalgan momentlaringiz bo'lganmi? Bo'lgan. Bir xil vaqtda esa shu kelmasa yurdim-da, keyin shular bitta kelayotgandan keyin qiynalib qoldim. Ko'p o'tib o'rganim uchun.